Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Din haqida qisqa tushuncha. Dunyodagi hamma narsa Alloh tarafidan yaratilgan bo'lib, ularning yaratilishi muayyan bir maqsad va ma'lum bir qonun sistemi bilan davom qilmoqda. İnsanlarni Alloh yaratgan bu mavjudotlarning biri va eng ahamiyatligidir. Alloh insonlarni Allohning o'ziga ibodat qilishi va uning amr farmonlari bo'yicha ish ko'rish uchun yaratgan. Boshqa mavjudotlar bu qulchilik vazifasining o'rnatilishi yo'lida insonlarga yordamchi va xizmatchi sifatida yaratilgan. Odam moddiy va ma'naviy ikki narsadan tarkib topgan bo'lib, moddiy tarafi uning badani, ma'naviy tarafi uning ruhidir. Alloh insonning moddiy ehtiyojlari uchun har turli nozu ne'matlarni yaratdi va ularni insonlarga ato qildi. Dunyodagi barliq yemak-ichmaklar, kiyim-kechaklar, shifoliq dorilar, o'simliklar, ma'danlar, boyliqlar, hayvonlar va boshqa narsalarning hammasi bu g'oya bilan yaratildi. İnsanning ma'naviy tarafi bo'lgan ruhining ehtiyojlari bor bo'lib, bu ehtiyojlarning eng beshida uning iymon e'tiqodga bo'lgan ehtiyoji keladi. İnsondagi e'tiqod ehtiyojini o'chg'ara qilib aytganda, diniy tuyg'uni Alloh yaratgan. Alloh insonlarning bu ma'naviy ehtiyojini qondirish yuzasidan ularga payg'ambarlar orqali orqa-orqadan dinlarni evatgan. Tunji inson bo'lib yaratilgan Hazrati Odam alayhissalommi ayni vaqtda insonlarning tunji otasi bo'lishi bilan birga ularga evatilgan tunji payg'ambar edi. Odam alayhissalomning naslidan barliqqa kelgan insonlar jamoasi zamonning o'tishi bilan ko'paydi va butun dunyoga tarqaldi. Dunyoning har qaysi joylariga tarqalib bir-biridan xabarsiz yashayotgan bu insonlar to'plamiga o'zlarining ichidan payg'ambarlarni chiqarib, ular orqali kitoblarni tushirdi. Bu payg'ambarlarning oxirgisi bizlarning payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalatu vassalam bo'lib, u butun insoniyatga evatilgan payg'ambar edi. Alloh tarafidan tushirilgan kitoblarning eng oxirgisi Qur'oni Karimdir. İnsan va din. İnsoniyatning yaratilishi bilan birga uning aqli va aqidasi tangli yaratilgan. İnsoniyat aqli taraqqiy qilish va takommullash yo'lida o'rlagan sira ularning aqidasi payg'ambarlarning Allohga boshlaydigan ilohiy da'vatlarga ergishib, ular bilan birga takommullash yo'liga kirib keldi. İnsonlar bir zamonlar haq dinning ro'yidan butunlay yiroqlashib, kufri, zalolatning qorong'uliqlarida tang'arqagan bo'lsa-mu, Alloh taolaning orqa-orqadan payg'ambarlarni avatishi natijasida ular yana haq diniga qaytib keldi. Alloh taolo insonlar jamiyatining taraqqiyotiga ergashtirib, dinni tadrijiy holda takommullashtirib keldi va uni insonlarning sarxili, payg'ambarlarning oxirgisi va islom dinining payg'ambari Hazrati Muhammad alayhissalomga yetib kelishi bilan eng oxirgi kamoliga yetkazdi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Diniy ong insonlar bilan birga yaratilgan. İnson o'z tabiatida madaniy maxluqot bo'lganidek, u tug'ilishidan diyonatli maxluqotdir. Diniy ong yaratilishdan beri insonlarda birga bo'lib kelgan qadimiy masala bo'lib, har zaman ularga hamroh bo'lib kelgan. G'arblik tarixshunoslardan biri mundaq degan: albatta ilm-fan, madaniyati va teatr san'ati bo'lmagan insonlar jamiyati tepilgan va tepiladi. Biroq diniy e'tiqodi bo'lmagan birmo insonlar jamiyati tepilgani yo'q. Diniy ongning insonlarning yaratilishidan keyin qolganligiga hech qanday dalil yo'q. Garchi insonlar ma'lum vaqt haq dindan va to'g'ri aqidadan ayrilib qolib ro'yi bo'shliqda qolgan bo'lsa-mu, bu xil ahvol ularning haqiqatga qaytish oldidagi qisqa vaqt edi. Chunki din azaldan insonlarning tabiatlarida markazlashgan, qalblarda o'rin olgan bir xislatdir.
Allah'ның dini əzəldən birdir. İnsaniyyətin yaratılışı bilan birgə meydonga kelgan və Adəm alayhissalomdan Muhammad alayhissalatu vassalamgacha bo'lgan bütün payg'ambarlarga vahiy qilinib kelgan dinlarning hammasi mayli qandoqli ismlar bilan atalsin, aslida va mohiyatda bir dindir. Payg'ambar alayhissalatu vassalam bu vaqtda mundaq degan: Biz payg'ambarlar jamoasi o'xshamagan onalarning bolalarimiz. Dinimiz bir, shariatlarimiz farqlidir. Hozir dunyoda asldagi dinga vakillik qila oladigan birli din bor. U bo'lsa islom dinidir. Dunyoda haq din birdir. İnsanlarning bir qismi o'zlariga evatilgan payg'ambarlarga va ularga tushirilgan ilohiy kitoblarga ergashdi. Buning bilan ular dunyo va oxiratdagi baxt saodat yo'llarini topgan bo'ldi. İnsanlarning dunyo va oxiratda nijotlikka va mangu xotirjamlikka erishtirgan bu din haq din deyiladi. Hozir dunyoda bu xususiyatga ega birli din islom dinidir. Ba'zi kishilar o'zlariga Alloh tarafidan kelgan haq dinni va bu dinning muqaddas kitoblarini o'zgartirayotgandan keyin ular turli xatoliklarga va ozg'unliklarga uchrab keldi. Ular dal yahudilar bilan xristianlardir. Bu ikki din aslida Allohdan kelgan haq din bo'lgan bo'lsa-mu, zamonning o'tishi bilan ular o'z dinlarini qo'g'dab qolamagan va kitoblarini o'zgartirishlardan saqlab qololmaganlik sababidan ularning dinlari asli o'zgargan xurofiy dinlarga aylanib qolgan. Ba'zi insonlar Alloh tarafidan o'zlariga kelgan haq dindan butunlay ayrilib qolib, o'zlarining e'tiqod ehtiyojlarini qamdash yo'lida o'zlari bilgancha xohlagan dinlarni o'ydirib chiqqan va xato e'tiqodlar bilan umr surishga davom qilgan. O'ydirib chiqarilgan bundaq dinlar botil dinlar deb ataladi. Buddizm dini, Hindi dini va otashparastlik dini bularning jumlasidan sanaladi. Allohning dini bütün insoniyatga kelgan o'rtaq din. Dunyoning qandoqli yerida bo'lsin, har qandoq bir qavmga Alloh taolo albatta payg'ambar evatgan va ularni haq dinga chaqirgan. Qur'on Karimdagi qandoqli bir ummat bo'lsin, uningga payg'ambar kelgan. O'tgan har bir ummatga payg'ambar evatilgan degan oyatlar buningga ishorat qilmoqda. Demak, dunyoda payg'ambar kelmagan biror millat topilmaydi. Faqat o zamonlarda biror qavmdan chiqqan payg'ambar shu qavmning payg'ambari sanaladi. Ammo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom bütün insoniyatni hidoyatga chaqirish vazifasini ustiga olgan holda evatilgan umumiy payg'ambardir. Din ijtimoiy zaruriyatdir. İnsanlar o'zlarining kishilik va ijtimoiy turmushini bexatar o'tkazishi uchun o'zlariga rahbarlik qiladigan biror to'g'ri dinga intayin muhtojdir. Chunki yer yuzida qonunga hurmat qilish, jamiyat omonligini saqlash va insonlarning xotirjamligini kafolatlantirishda dinning kuchiga teng kela oladigan ikkinchi bir kuch yo'q. Buningdagi sir shuki, inson koinotdagi bütün maxluqotlardan alohida farqli yaratilgan ulug' bir mavjudot bo'lish sifati bilan uning ixtiyoriy ish-harakatlari ko'z bilan ko'gili, quloq bilan anglig'ili va qo'l bilan tutqili bo'lmaydigan bir narsaning boshqarishi ostida bo'ladi. U bo'lsa-mu insondagi insoniy ruhdir. U vijdon va aqida deb ataladi. İnsanlar ishki dunyosidan boshqariladi. İnsanlar tashqi dunyosidan emas, balki asoslig'i ishki dunyosidan, vijdonidan boshqarilmaguncha jamiyat tartibini saqlag'ili va haq-huquqlarni qo'g'dug'ili bo'lmaydi. Kishilarning haq-huquqlarini himoya qiladigan, haqsizlikka yo'l qo'ymaydigan, adolatlik, fazilatlik va madaniyatlik bir jamiyatni barpo qilishda davlat qonunlari va hukumat doiralari yetarlik emas. Chunki jazodan, turmadan va jarimanadan qo'rqib vazifa o'taydiganlar va qo'rqib turib haq-huquqlarga hurmat qiladiganlar qonunning arg'amchisidan qutulish uchun chiqish yo'li topqichilik shundoq qiladi. Ular qonunning kontrolligidan chiqqan aman o'zlarining bilginini qiladi. Ammo Allohdan ayminib, uning g'azabiga yo'liqishdan qo'rqqan va o'z vijdonining ovoziga quloq solgan holda haq-huquqlarni qo'g'daydiganlar
va hayotlikdagi o'z vazifalarini Alloh roziligi uchun to'liq ado qiladiganlar, mayli oshkora, mayli yoshirin bo'lsin, o'zlarining hech vaqt Allohning kontrolligidan qochib qutulolmaydiganligiga haqiqiy iymoni bo'lg'achqa, ular Allohga osiylik qilish, jamiyat omonligiga buzg'unchilik qilish va kishilarning haq-huquqlariga tajovuz qilishdan qattiq hazar qiladi-da, har ishda o'zlarining insoniy burchlarini ado qilishni avvalgi o'ringa qo'yadi. Ilm-fan dinning rolini o'ynayolmaydi. Diniy tarbiya bilan axloqni kuchaytmasdan, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy qildirishning o'zila jamiyatda omonlik, turmushda baxt va xotirjamlik yaratishga kafolat qila oladi deb o'ylash intayin xatodir. Chunki ilm-fan ikki bisliq pichoqqa o'xshaydigan narsa bo'lib, uning bilan isloq qilib bo'lganidek buzivatkelimi bo'ladi. Xuddi ilm-fan soyasida dunyoni ko'zni yumib ochqicha vayron qilib yetalaydigan atom bombasini yasg'ali bo'lganidek, turmushda kishilarga osoyishlarni tug'dirib beradigan fan texnika qurollarini, qatnash qurollarini va uchur vositalarini ijod qilg'ilimi bo'ladi. Zamonimiz fan texnikasi buning eng yaxshi guvohchisidir. Ahvol bundoq ekan, ilm-fanni o'z yo'lida insonlarning manfaati va jamiyatning taraqqiyoti uchun qo'llanmoqchi bo'lsak, axloqiy tarafdan uning yanada bir ko'zatchining bo'lishi intayin zarurdir. O bo'lsimi aqida va iymondir. Shunga axloq bilan dinga yo'lanmagan har qanday bir vatanparvarlik xuddi yiqilg'ili oz qolgan binoga o'xshaydi deb to'g'ri aytilgan. Demak, dinning turmushdagi roli xuddi yurakning tandagi roliga o'xshashdir. Islom dini. Islom dini insoniyatning aql farosati pishib yetilgan, ilm-fan, madaniyati taraqqiy qilishga boshlagan bir vaziyatda Alloh taolo tarafidan insoniyatning iftixori, yaxshilarning ulgusi va payg'ambarlarning eng oxirgisi Hazrati Muhammad alayhissalomga eng butunlangan va eng kamoliga yetgan holda ta qiyomatgacha yer yuzidagi butun insonlarning birli to'g'ri dini bo'lib tanlangan imtiyozi bilan tushirilgan eng to'g'ri, eng ilg'or bir dindir. Alloh taolo o'zining nazarida qabul bo'ladigan din faqat islom dini ekanligini jakarlab mundaq deydi. Haqiqatan Alloh taoloning nazarida qabul bo'lgan din islom dinidir. Shuning uchun islom dini kelishi bilan islom dinidan boshqa samoviy, burun Alloh tarafidan kelgan dinlarning hammasi amaldan qoldirilgan. Shunga islom dinidan boshqa dinni tutqanlarning dinlari Alloh taoloning dargohida qabul qilinmaydi. Allah bu haqda mundaq deydi. Kimki islom dinidan boshqa dinni tilaydi ekan, hargiz u ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. Biz Alloh tarafidan yaratilgan e'tiqod ehtiyojimizni Alloh avatgan haq payg'ambar kelgan haq din bilan ta'min etishimiz lozim. Sağlam imonga ega bo'lishimiz uchun ulug' dinimizning e'tiqod sistemasida ko'rsatilgan masalalarni yaxshi o'rganib, dinimizda buyurilgan ibodatlarni bu sağlam e'tiqodimiz bilan birga eng yaxshi shaklda o'rindashga tirishishimiz lozim. Dinimizdagi iymon asoslarini to'g'ri va to'liq o'rganmaganda ibodatlardan huzur halovat og'ilib bo'lmaydi. Savobini ko'gili bo'lmaydi. Har bir musulmonning dinimizdagi iymonga munosabatli masalalarni, ibodat, axloq, muomala prinsiplari va usullarini eng yaxshi shaklda o'rganib, shu bo'yicha amal qilishi intayin zarur. E'tiqodga munosabatli masalalar. Bismillahirrohmanirrohim. Din va dinlarning turlari. Birinchi savol: insonlar nereden paydo bo'lgan? Javob: insonlar Alloh tarafidan yaratilgan. Ikkinchi savol: insonlar nima uchun yaratilgan? Javob: Allohga qulchilik qilish, ya'ni Allohning amriga uyg'un holda yashash uchun yaratilgan. Uchinchi savol: din degan nima? Javob: din insonlarni ixtiyori holda baxt saodatlarga erishtiradigan ilohiy qonun bo'lib, Allohning payg'ambarlarga qilgan vahiylarda ifodasini topgan. To'rtinchi savol: dinning manbai nima? Javob: dinning manbai Allohdir.
Allah insonlarni diniy e'tiqodga ehtiyojli qilib yaratgan. Ondan insonlarning bu ehtiyojini qondirish uchun dinni tushirib, payg'ambarlar orqali uni insonlarga o'rgatgan. 5-savol. Dunyodagi dinlar qancha turga bo'linadi? Javob. Dunyodagi dinlar haq din, o'zgartirilgan din va botil din deb 3 turga bo'linadi. 6-savol. Haq din degan nima? O qaysisi? Javob. Haq din Allah tarafidan payg'ambarlarning vositasi bilan kelgan va asli o'zgarmasdan davom qilgan din bo'lib, bu alaydilikka ega din birli islom dinidir. 7-savol. O'zgartirilgan din degan nima? Ular qaysilar? Javob. O'zgartirilgan din asli Allah tarafidan payg'ambar vositasi bilan kelgan bo'lsa-mu, keyinchi insonlar tarafidan o'zgartib etilgan dinlardir. Yahudi va xristian dinlariga o'xshash. 8-savol. Yahudi dini degan qandoq din va yahudilar kimlar? Javob. Yahudi dini Musa alayhissalomga Alloh tarafidan kelgan din bo'lib, o dinga e'tiqod qiladigan kishilar yahudilar deyiladi. Ammo hozirgi Yahudi dini asli o'zgartib etilgan dindir. 9-savol. Xristian dini degan qandoq din va xristianlar kimlar? Javob. Xristian dini İsa alayhissalomga Alloh tarafidan kelgan din bo'lib, Nasara dini deb ataladi. Bu dinga e'tiqod qiladigan kishilar xristian yoki Nasara deyiladi. Ammo hozirgi xristian dini asli o'zgartib etilgan dindir. 10-savol. Botil dinlar degan qandoq? Ular qaysilar? Javob. Botil dinlar Allah tarafidan kelmagan, faqat insonlar tarafidan o'ydirib chiqarilgan dinlardir. Masalan, Budda, Hindi dinlariga o'xshash. 11-savol. E'tiqod jihatdan insonlar qanchaga bo'linadi? Javob. Insonlar e'tiqod jihatdan mu'min, munofiq, kofir va mushrik deb 4ga bo'linadi. 12-savol. Mu'min degan kimlar? Javob. Mu'min islom diniga chin qalbidan ishinib, e'tiqod qiladigan, bu e'tiqodini ochiq e'lon qilgan va islom dinining ko'rsatmalariga rioya qilgan holda yashashga tirishadigan kishilardir. 13-savol. Munofiq degan kimlar? Javob. Munofiq islom diniga ko'ngildan ishonmaydigan turib, o'zlarining musulmonlar qatoridan ekanligini so'zlaydigan ikki yuzlik kishilardir. Munofiqlar Alloh taolaning nazarida kofirlardan yomon maxluqotlardir. Zamonimizda musulmon qiyofatiga kirib olgan aldamchilar buning misolidir. 14-savol. Kofir degan kimlar? Javob. Kofir Allohga ishonmaydigan va uni ochiq so'zlaydigan yoki islomda iymon etish kerak bo'lgan e'tiqodga munosabatli masalalardan birasiga inkor qilganlardir. Masalan, dahriylar va zamonimizdagi kommunistlar buning misolidir. 15-savol. Mushrik degan kimlar? Javob. E'tiqodda yoki ibodatlarda boshqalarni Allohga sherik qilib qo'shuvchi Masalan, butlarga, mazarlarga, atalmış avliyolarga cho'qing'uvchilarga o'xshash. 16-savol. Bizning dinimiz qaysi din? Javob. Bizning dinimiz samoviy dinlarning eng oxirgisi bo'lgan islom dinidir. Islom dini va uning g'oyasi. 17-savol. Islom dini qandoq din? Javob. Islom dini Alloh taolo tarafidan farishta Jibrilning vositasi bilan Payg'ambarimiz Hazreti Muhammad alayhissalatu vassalamga kelgan va asli hech o'zgarmasdan kelgan peti davom qilayotgan haq dindir. 18-savol. Islom dinining maqsadi nima? Javob. Islom dinining maqsadi va g'oyasi insonlarni bu dunyoda va oxiratda baxtga erishtirishdir. 19-savol. Islom dini kishilarni eng avval nimalarga buyuruydi? Javob. Islom dini kishilarni eng avval iymon, ibodat va axloqqa buyuruydi. 20-savol. Iymon degan nima? Javob. Iymon Alloh tarafidan Muhammad alayhissalomga bildirilgan haqiqatlarning rost ekanligiga chin ishonib qabul qilish va uni til bilan so'zlashdir. Iymonning asosiy prinsipi. 21-savol.
İmanның asosiy prinsipi nima? Javob. İmanның asosiy prinsipi tuvandagi 6 haqiqatga chin ishonib, e'tiqod qilishdan iborat. Birinchi, Allohning borligiga va birligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Ikkinchi, Allohning payg'ambarlariga chin ishonib e'tiqod qilish. Uchinchi, Allohning faristalarining borligiga chin ishonib e'tiqod qilish. To'rtinchi, Allohning kitoblariga chin ishonib e'tiqod qilish. Beshinchi, qiyomat kunining bo'ladiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. Oltinchi, yaxshilik va yomonlik Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga chin ishonib e'tiqod qilish. 22-ci savol. Qandaq kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi? Javob. İmanның yuqoridagi 6 prinsipiga, uningdan boshqa Qur'on Karim va sahih ishonchli hadislar orqali iymon keltirishga buyurilgan bütün masalalarga chin ishonib iymon keltirgan va islom shariatida buyurilgan jami ahkomlarni qabul qilib, amal qilgan kishi haqiqiy mu'min va musulmon bo'la oladi. Ibodat va uning turlari. 23-ci savol. İbadet degan nima? Javob. Alloh taolo buyurgan bandichilik vazifasini o'rindash va uning talab qilgani bo'yicha yashashdir. 24-ci savol. İbadet nimalarni o'z ichiga oladi? Javob. İbadet Alloh taolo va uning payg'ambari Muhammad alayhissalom yoqtiradigan va rozi bo'ladigan har qanday ish-harakat, gap so'z va to'g'ri niyatlarning hammasini o'z ichiga oladi. Masalan, har ishda adab, axloqli bo'lish, o'qib bilim elish, namoz o'qish, Qur'on o'qish, ro'za tutish, zakot berish, haj umr qilish, ota-onani qadrlash, ularning xizmatini qilish, tuqqanlarni yo'qlab turish, ulardan kambag'allarning hol ahvolidan xabar elish, rost so'zlash, va'daga vafodor bo'lish, qo'shnilarga yaxshi muomala qilish, yetimlarning beshini silash, bütün ishlarda adolatlik, rostchil va haqqoniy bo'lish va boshqalar. Axloq, uning turlari va ahamiyati. 25-savol. Axloq degan nima? Javob. Axloq insonning ro'yitida yerlashib odatga aylanib qolgan qiliqlardir. 26-savol. Axloq qancha turlik bo'ladi? Javob. Axloq 2 turlik bo'ladi. Biri go'zal axloq, yana biri nachar axloq. 27-ci savol. Güzel axloqning ahamiyati nima? Javob. Güzel axloq iymonning to'liqlanmasi bo'lib, axloqsiz kishining iymoni kamdir. Kalima tayyiba va uning ma'nosi. 28-ci savol. Kishilar islom diniga qanday kiradi? Javob. Kishilar islom diniga La ilaha illallohu Muhammadur Rasululloh degan kalima tayyibani ma'nosi bilan bilib, uningga dili bilan ishonib, tili bilan iqror qilish orqali kiradi. 29-savol. Bu kalima tayyibaning ma'nosi nima? Javob. Bu kalima tayyibaning ma'nosi Allohdan boshqa ibodatga haqli bo'lgan haqiqiy iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning elchisi va barhaq payg'ambari ekanligidir. 30-savol. La ilaha illalloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? Javob. La ilaha illalloh degan shahodat so'zi bir Alloh taolodan boshqa e'tiqod va ibodat qilinadigan haqiqiy ilohiy ma'bud yo'q ekanligini yurakdan tasdiq qilib, e'tiqod qilish deganni taqozo qiladi. 31-savol. Muhammadur Rasululloh degan shahodat so'zi nimani taqozo qiladi? Javob. Muhammadur Rasululloh degan shahodat so'zi Muhammad alayhissalomning bildirganlarini, bergan xabarlarini tasdiq qilib ishonish, buyruqlarini ijro qilish, to'sqanlardan yenish, ibodatni uning ko'rsatgani bo'yicha o'rindash qatorliqlarni taqozo qiladi. 32-savol. Islom dini boshqa dinlarga qanday qaraydi? Javob. Islom dini bütün insoniyatning musulmon bo'lib, baxtli bo'lishini orzu qiladi. Lekin kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamaydi. Boshqa dinlarni va o dinlarga mansub bo'lgan kishilarni kamsitmaydi, chetga qoqmaydi. Boshqa dindikilarning islom dinini va musulmonlarni kamsitmaslikni, chetga qoqmaslikni kutadi.
İnsanның vazifasi. 33-cü sual. İnsan nima uchun yaratilgan? Javob. Koinotdagi shaylar ustida yaxshi o'ylanib, tafakkur qilgan kishi koinotdagi har qanday narsaning o'zidan boshqasi uchun yaratilganligi va boshqasi uchun xizmat qilayotganligini ko'rdi. Masalan, suv yer zaminni yashartish uchun, zamin o'simliklarni chiqarish uchun, o'simliklar insonlar va hayvonlarni oziqlantirish uchun, hayvonlar insonlarning manfaati uchun umr surayotganligini va ular uchun xizmat qilayotganligini ko'ramiz. Undaqda inson nima uchun yaratilgan? İnsanның bütün kainatdagilarning ulug'aroqi bo'lib yaratilganligi hurmatiga muvofiq aqlga uyg'un keladigan birdan bir eng to'g'ri javob shuki, inson Alloh uchun, Allohni tonish, uningga e'tiqod va ibodat qilish va u rozi bo'ladigan tariqada hayot kechirish uchun yaratilgan. Shu vajidan koinot va uningdagi barliq mavjudotlar faqat insonning manfaati uchun yaratilgan va uningga bo'ysundirib berilgan. Har qanday bir ijodkor o'zi ijod qilgan narsaning sirini, uni nima uchun ijod qilganligining sababini yaxshi bilganidek, barliq koinotning, jumladan insonning ijodkori va yaratuvchisi bo'lgan Alloh taolo inson deb atalgan bu maxluqotni nima uchun yaratganligining sababini albatta yaxshi biladi. Alloh taolo noiti ixcham holda jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ya'ni mening istaginim bo'yicha va men rozi bo'ladigan shaklda yashashsin uchun yaratdim degan. Inson albatta koinotdagi shaylardan ulug'dir. O'zidan tuvan darajada turadigan shaylar qandoqmi inson uchun iloh bo'la olsin? Shunga insonning quyosh, oy, yulduz, o't, kala va boshqa maxluqotlarga tabiat kuchlariga cho'qinishi o'zining insonlik hurmatini hayvonlik darajasiga tushirganlikdir. Inson uchun Alloh taolodan boshqasi e'tiqod va ibodat qilishga arzimaydi. Odamni iymondan chiqaradigan omillar. 34-ci savol. Iymon va islomdan chiqib ketishga sabab bo'ladigan omillar qaysilar? Javob. İman ve İslam'dan çıkıp ketishga sabab bo'ladigan omillar tuvandagilardan iborat. Birinchi, Allohga yoki islom diniga inkor qilish. Ikkinchi, Allohga sherik keltirish. Uchinchi, munofiqlik, ya'ni og'zida musulmonlikni so'zlab qo'yib, dilida ishonmaslik yoki uningga shak qilish. To'rtinchi, amal ibodatni yoki duoni maxluqotlardan birasiga qilib, o orqali Allohga yetadi deb e'tiqod qilish. 5. Kuffarlarning e'tiqodlariga va tutgan yo'llariga ko'ngildan rozilik bildirish. 6. Boshqalarning tutgan yo'llarini Muhammad alayhissalomning yo'lidan afzal ko'rish. 7. Qur'on va sahih hadislar bilan sabit bo'lgan islom ahkomlarining birasiga inkor qilish. 8. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilish yoki uni masxar qilish. 9. Musulmonlarning ziniga kuffarlar bilan birlashish. 10. Boshqa qonunlarni islom shariatidan afzal ko'rish. 11. Sehrgarlik qilish yoki sehrga ishonish. 12. Islom ta'limotlaridan yuz o'rish yoki ularni masxar qilish. 13. Allohning kitobi va payg'ambar alayhissalomning sahih hadislari bo'yicha hukm qilishga qoyil bo'lmaslik yoki shariatni kamsitish, ya'ni uni hozirgi zamonga moslashmaydi deyish. 14. Daxan, palchi va ramchilarning g'ayibdan so'zlagan so'zlarga ishonish. Payg'ambar alayhissalom kimki daxan, koinlarning so'zlariga ishonadigan, u Muhammadga, ya'ni menga kelgan dinga kofir bo'lgan bo'ladi deb ko'rsatgan. 15. Allah'ның əmr farmonlarini oshkora rad qilish, ya'ni haqiqatga iqror qilib turib, uningga bo'ysunishdan bosh tortish. Shaytonlarning otisi iblismo haqiqatni biladi va Allohni e'tirof qiladi. Biroq iblis takabburlikdan Allohning farmoniga oshkora qarshi chiqqanligi sababidan u kofirlardan bo'lib ketgan
va Allohning rahmatidan mangulik qo'g'langan. Allah bu haqda mundaq deydi. O'z vaqtida farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi. Yuqorida bayon qilingan kufrning turlaridan qaysi birini sodir qilgan kishi islom va iymondan chiqqan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni iymonimizda mahkam qilsin. Amin.